hikoya qilingan ekan, bir ayol Baytul Muqaddasda albatta bir ibodatchilar ayol ekan, Rajavoy kelganda kunda qul huvallohu ahadni 12 jol o'qitgan. O'sha Rajavoyni hurmati uchun. Anan o'sha жаңа atlas kiyimlerini qo'yib, eski kiyimlerini kiyetgan. Kun o'rib qolib shu Rajavoyinda balasi vasiyat qildi. Meni ko'mgin shu eski kiyimlerim bilan deb vasiyat qildi. Biroq balasi ana o'ta bir qimmatbaho kiyimlar bilan ko'mdi odamlarga riyo qilish uchun. Ana o'sha kunlar tushunda ko'rdi enesini. Tush ko'rsa, enesi tushunda aytdi: "O'g'lim" dedi. "Nima uchun men vasiyatimda atqarmading?" dedi. "Men senden rozi emasman" dedi. Shunda bala uyg'ondi, qo'rqib uyg'onib, onam borib enesining go'rini ochdi. Ochib qarasa, enesi go'rda yo'q, topmay qo'ydi. Tang qolib, iylab, o'tdi, qattiq iylab o'tirganda bir uyn uqdi. Al uyn shunday dedi: "Sen bilmaysingmi? Kim bizden ayuz Rajavoyni shunday ulug'lab hurmatlasa, biz ani go'rda yolg'iz tashlamaymiz." Yani Allah Taala olib ketgan ekanda. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytadi, Rajavoyning tundan 3dan biri o'tganda, birinchi avvalgi jumasida qalbayt hech bir farishta, osmondagi, yerdagi farishtalar bardigi to'ptolatgan Ka'baga. Alloh taolaning ularga qarab turib aytayotgan: "O mening farishtalarim, sizlar shurag'la emrini qalasinglar." Farishtalar aytayotgan: "O Rabbimiz, bizning maqsadimiz shu Rajavoydagi ro'za qilgan odamlar gunohini kechirsin, shunday tilaymiz" deyotganda, shunda Alloh taolo anday bo'ladigan bo'lsa mayli, kechirdim shu ro'za qilgan odamlarda deb javob berayotgan. Aysha radhiyallohu anha aytadi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, odamlar bardigi qiyomat kuni och bo'lishadi. Biroq payg'ambarlarning uyg'ilishi, Rajavoyda ro'za qilmaganlar, Shabon oyida, Ramazon oyida ro'za qilmaganlar, bular to'q bo'lishadi. Bular ochchiqchilikda jo'q, suv sag'anda bo'lmaydi. Xabarda shunday kelgan, qiyomat kuni bo'lganda bir jar salovchi jar saladi. Qanaki Rajavoydagi ro'za qilmoqchilar deb. Shunda bir nur chiqadi. Chiqib bir joyga jo'naganda Jibril, Mikail alayhisalom o'sha nurni yechib jo'naydi. Ana ortidan o'sha Rajavoyda ro'za qilmaganlarda yechib jo'naydi. Ular bari o'tib ketishadi, ko'pirning ustidan chaqilgan chaqqanday bo'lib. O'tib olgandan keyin Alloh taolaga bardiq sajda qilishadi, shukr qilib, o'sha ko'pirlikdan eson-omon o'tib keldik deb. Shunda Alloh taolo aytadi: "O Rajavoyda ro'za qilmaganlar, sizlar boshingizda sajdadan ko'targinglar bugun. Sizlar dunyoda yurganda sajda qilib, sajdani atqardinglar. Mening Rajavoyim oyimda o'shal yetishadi. Endi hozir sizlarga tayyorlab qo'ygan o'rninglar bir ishga boraveringlar" deb ishga kirgizib o'tganda. Kiyada kelgan ekan, Sabon radhiyallohu anhu aytadi, biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga o'tdik bir ko'rishdan oldindan. O'shanda Rasululloh to'xtab turib, iyladi, o'ta qattiq iyladi. Alloh taolaga duo qildi. Men aytdim: "Nima uchun iyladingiz ya Rasululloh?" desam, aytdi: "Sabon dedi, bular azob talovat shu qabrlarida. O'sha nuqta men bularga duo qildim. Alloh taolo shularning azobini yengillatdi mening duom bilan" dedi-da. Undan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Sabon dedi, agar shu go'rdagi odamlar bir kun Rajavoydan ro'za qilmashganda, bir kun uxtab chiqishganda, hozir bir kunda go'rlarida azob talinmaydilar" dedi. Ana men aytdim: "Rasululloh, shu Rajavoydan bir kun ila ro'za qilmasa, yana bir kun ila uxtab ibodat bilan chiqsa, go'r azobini to'shavu" dedim. Anan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ey Sabon" dedi, "Men antichib aytaman, meni o'sha chiniga payg'ambar qilib jo'natgan Allohga antichib aytaman. Bir musulmon kishi, bir musulmon ayol bir kun ro'za qilmasa, bir tuni ibodat qilib chiqsa, Rajavoyda Alloh taolaning roziligini talab qilib, Alloh taolo aga bir yilda ro'za qilmagan ibodat savobini kunduz kuni ro'za qilmab, tuni bilan ibodat qilib chiqqan savobini jazo" dedi-da.